2026 Chevrolet Malibu Mach modeli zamonaviy dizayn va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan yangi avlod sedan sifatida taqdim etilmoqda. Ushbu model o'zining sportcha ko'rinishi, keng saloni va tejamkor dvigateli bilan oilaviy hamda kundalik haydov uchun mukammal tanlov bo'lib xizmat qiladi. Old qismida yangilangan panjara, LED faralar va aerodinamik bamper avtomobilga yanada agressiv va jozibali ko'rinish beradi. Kuzov chiziqlari silliq va oqimli bo'lib, yuqori tezlikda ham barqarorlikni ta'minlash uchun maxsus ishlab chiqilgan. 2026 Chevrolet Malibu Mach kapoti ostida 2,6 litrli turbo quvvatli benzin dvigateli joylashgan bo'lib, u taxminan 250 ot kuchi va 350 Nm ishlab chiqaradi. 9 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi silliq va tezkor almashish imkonini beradi. Old gildirakdan tortish tizimi bilan birga, ayrim bozorlarda to'liq gildirakdan tortish opsiyasi ham taklif qilinadi. Yoqilg'i sarfi o'rtacha 7-8 litr atrofida bo'lib, shahar va trassa sharoitida iqtisodiy natija ko'rsatadi. Salon qismi keng va qulay bo'lib, yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan. 12,3 dyumli raqamli asboblar paneli va 13,4 dyumli sensorli multimedia ekrani Apple CarPlay hamda Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Premium audio tizimi, simsiz quvvatlantirish va ko'p zonali iqlim nazorati haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Orqa o'rindiqlar keng bo'lib, oyoq uchun yetarli joy taqdim etadi. Bagaj hajmi esa katta yuklarni bemalol sig'dira oladi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan bo'lib, adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, yo'l chizigini saqlash assistenti va kor nuqtani aniqlash tizimi standart yoki opsional tarzda taqdim etiladi. 360 darajali kamera tizimi mashinani tor joylarda boshqarishni osonlashtiradi. Mustahkam kuzov konstruksiyasi va ko'plab havo yostiqchalari yuqori darajadagi himoyani ta'minlaydi. Tashqi dizaynda 18 va 19 dyumli yengil qotishmali disklar, qora tom varianti va sport paket opsiyalari mavjud. Mal